Assalomu alaykum. Azizlar diqqat qilasizlar. Deyarli hammaga aloqador bo'lgan ma'lumot, bugungi ma'lumotimiz. Olma sirkasi. Shoshmay turinglar. Bu ham o'sha har doimgidek gap yo'q. Kamqonlik, kelinlar, xolasanglar, xolamasanglar bunga muhtojsizlar. Nimaga? Chunki hazm jarayoni. Xolasang, yangi joyga borgandan keyin qiz bola to moslashib olgunga qadar unda ruhiy shunaqa kechinmalar bo'ladi. Bu ishtahasiga ta'sir qiladi. Oqibatda nima bo'ladi? Hazm tizimi sustlashib qolib, kamqonlik yuzaga keladi. Ko'pchilik hayron bo'lamiz. Mana hisobiga kelinlarimizda kamqonlik bor. Mana shuni hisobiga. Bu hazm tizimini yaxshilaydi, ishtahani ochadi va kelinlarimizda kamqonlik. Endi qolaversa o'sha kam harakat, semizlik oqibatda yuzaga kelgan ko'plab o'shaligi modda almashinuvi, ya'ni gormonal narusheniylar deymiz. Shu modda almashinuvi buzilishi oqibatida ayollarda ham yuzaga kelgan kasalliklarda olma sirkasi juda ham katta yordamchi. Buni ko'pchilik ta'rif berib yotishibdi. O'rtoqlar, olma sirkasini, nafaqat olma, umuman sirkasini ko'p yilligi juda ham shifobaxsh. To'g'ri, yangi tayinlangan ham shifobaxsh, lekin qancha ko'p turgan sari mazasi ham o'zgarib, kuchi ham kuchayib boraveradi. Kaminada olma sirkasini 4 yilligi bor. Bemalol ekran ostidagi raqamlarga murojaat qilaversanglar bo'ladi. Demak, ko'p kekiryapsizmi? Ishtahangiz yaxshi emasmi? Hazm, ichak tizimlaringizda muammolar bormi? Kamqonlik bormi? Hammasi bu sizlarga zo'r ko'makdosh. Va endi kamina din masalasida gapira olmayman, lekin o'sha muqaddas kitoblarda, hadislarda shunaqa ma'lumotlar kelar ekanki, hattoki o'sha payg'ambarimizning asal, o'sha suv, iliq suv hamda sirka qo'shib turib ichadigan ichimliklar bo'lgan ekan, yoqtirib ichar ekanlar. U ichimlik haqida men video joylaganman. Agar sizlarga u ichimlik qiziq bo'lsa, ekran ostiga telefon raqamiga, Telegram orqali murojaat qilsanglar, u ichimlik haqida sizlarga ma'lumot beraman. Kaminaga murojaat qilaversa, tez kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar o'rtoqlar. Keyin yo'qotib qo'yasizlar kaminani. Salomat bo'lasizlar. Shu o'rinda mahsulotlarimiz ham shay turibdi. Jigar tozalashga yantoq. Bu yantoq bilan hammalar o'rtoq o'rninglar. Bu ko'k choydek ketadi o'rtoqlar. Xolaylar novotli qilib, xolaylar asalli qilib. Mana asallarim ham bor bilasizlar. Hozir bo'tga qo'ymanman. Ichinglar, mazza qilinglar, zo'r bo'ladi. Xolagan yoshligilar, yosh bolalar, qariyalar, emiziklilar, homiladorlar hammaga ketaveradi. Gepatitlar, sirrozlar, pochkadagi quntosh muammolari kelyaptimi yuzaga? Mana ichinglar o'rtoqlar, ichinglar. Merganni endi hamma bilib bo'ldi. Erkaklar va ayollarning urologiya kasalliklari o'z asosan bu erkaklarga. 10 taliga to'g'ri urasizlar, xudo xolasa. Xo'p, yoshlardek suvi bo'g'in baquvvat bo'ladi, yugurib yerib ketaverasizlar. Va mana bunga hali nom bera olmadim-u. Qora sedalarni asal bilan aralashgani, o'pka tozalashga, ekologiyadan ko'ryapsizlar nima bo'layotgan. Abu Ali ibn Sino bobomizning tavsiyalari asosida tayyorlangan. Xo'p, limon bilan zaytun. Bu ikkalasi haqida zo'r video joylaganman. Bu videodan oldingi videoda kirib o'shani ham ko'rib chiqinglar. Salomat bo'linglar.